Abu Bakr Siddiq odamlarga xutba qilib aytgan ekanlar: "Nafsim qo'lda bo'lgan zotga qasamki, agar sizlar taqvo qilsanglar va iffatinglarni saqlasanglar, sizlarga ozgina vaqt o'tmaydiki, hatto non va sariyog'dan to'yasizlar" deganlar. Ya'ni bilamizki, sahobalar zamonida qiyinchilik bo'lgan. Oddiy bir non topish, arpa noni, endi sariyog'ni qo'yaverasiz, o'ta qiyin bo'lgan. Endi Abu Bakr roziyallohu anhu aytibdilarki, taqvo qilinglar va iffatni saqlanglar, ya'ni haromdan. Bu xoh farj iffatini saqlash bo'lsin, chunki ma'siyat sababdan rizqda baraka ketadi-da, yoki qorin iffatini saqlash bo'lsin, ya'ni endi och ekanman deb hamma narsasini o'g'irlab yeb, harom harishdan pul topib yeb, men hozir zamonda kreditga pul olib yeb, birovni aldab ishlab, ana shunaqa emas. Taqvoni qilib, iffatini saqlab tur, hech qancha vaqt o'tmaydi, ko'rasan, non bilan sariyog'dan to'yasan, deyaptilar. Chunki Alloh aytgan-ku, kim Allohga taqvo qilsa, Alloh unga chiqim beradi, o'ylamagan joyidan uni rizqlantiradi degan.